Assalomu alaykum, muhtaram YouTube ko'ruvchilari. Xabarlaringiz bor. Yaqin kunlarda keksa jurnalist, yozuvchi, muxolifat a'zosi, muxolifatchi, siyosatchi Jahongir Muhammad bir xalqimizga, yoshlarimizga va xosatan o'zi kabi o'sha keksa muxolifatchilarga bir murojaat bilan chiqdi. Shunga biroz kechikib bo'lsa ham o'zimning munosabatimni bildirgim keldi. Murojaatni asosiy g'oyasi shu: kelinglar, o'rtadagi tushunmovchiliklarni bartaraf qilaylik, shaxsiy bir adovatlarimizni chekiga yig'ishtiraylik, birlashaylik, mamlakatni kelajagi uchun, xalqimizning kelajagi uchun, yaxshi bir hayot uchun kurashda birlashaylik. Agar g'oyamiz mana shunday oliyjanob bo'ladigan bo'lsa, shaxsiy manfaatlarni bir chekkaga surib qo'yaylik degan bir g'oya. Bu albatta ijobiy bir g'oya, ijobiy bir maqsadda qilingan murojaat. Shuning uchun buni men har tomonlama qo'llab-quvvatlayman. Faqat bunda bir narsaga xalqimiz, ayniqsa yoshlarimiz diqqat qilishlarini so'rayman. Shu muxolifat so'zi. Buni endi boshqa muxolifatchilar ham aytdi, Jahongir Muhammadning o'zi ham aytdi. Buni bir necha yillardan buyon yozib ham kelyapmiz, aytib kelyapmiz. Ya'ni bu so'z olabo'ji so'z emas, bu qo'rqinchli hol emas. Bu oddiy, tabiiy bir narsa, yaxshilik ya'ni. Ya'ni muxolifat so'zi shunday bir ayniqsa eski iqtidor davrida shunday vahimali, qo'rqinchli tus berib tasvirlandiki, endi uni og'izdan chiqarish bilan odamlarda ichki bir e'tiroz paydo bo'ladigan bo'lib qoldi. Mana hozir o'zim ham muxolifat deyapman deb birdaniga unga izoh berishga majbur bo'lib qolganim sababi ham shu. Hatto ko'nglimizga shunday xavotir tug'iladigan bo'lib qolgan. Yo'q, unaqa emas. Bu oddiy narsa. Men buni kitobimda ham yozganman. Bu agar sodda jaydaricha tushuntiradigan bo'lsak, boshqacha tushunish, boshqacha fikr egasi degani. Buni yana ham oddiy tushuntiradigan bo'lsak, o'zimiz hayotdan bir misol keltiray. Masalan, Toshkentdan Vodiyga ikkita yo'l bor. Vodiyga borish uchun. Biri tekis yo'l, bu Xo'jand orqali o'tadi. Endi Sovet davrida bilasizlar, endi chegara bo'lmagan va asosiy yo'l bu edi. Ikkinchisi esa tog' orqali, Qamchiq dovoni orqali o'tadi. U davrda endi hozirgidek ta'mirlanmagan bo'lsa ham, ammo lekin tog', manzaralar bor, boshqalar bor. Manzil esa bitta, Vodiy, Qo'qonga borish masalan. Shunda bir kishi aytadi, mana bu yoqdan boraylik, Xo'janddan yuraylik, yo'llar tekis, to'g'ri bir 50 chaqirimcha uzoq, ammo lekin mashinalar qiynalmaydi, o'zimiz ham charchamaymiz. Ya'ni sabablar ko'rsatiladi. Va Xo'jand yo'lini yaxshiligini aytadi. Ikkinchi bir tomon aytishi mumkinki, ya bu tomondan boraylik, mana o'sha haqiqatda ham bu tomon ham yaqin, lekin ham tog'lardan o'tamiz, to'xtaymiz, dam olamiz, manzaralar go'zal, tomosha qilamiz deydi. Bu tomonda ham afzalliklarni aytadi. Mana shu ikki fikr bir-biriga muxolif fikr. Lekin maqsad bitta. Qo'qonga borish masalan yoki Qo'qondan Toshkentga kelish. Maqsad bitta. Shunday deb tushunish kerak. Buni hech qanday olabo'ji tomoni yo'q. Qo'rqinchli hodisa emas bu. Bu bir fikrga qarama-qarshi o'laroq undan ham yaxshi bir fikrni bayon qilish degani. Ya'ni boshqacha fikr egalarini muxolifatchi deyiladi. Endi bu arabcha so'z xilof degan nimadan ish qilib, masalan, sizning gapingiz meni gapimga to'g'ri kelmasa, xilof bo'lib qoldi deydi-ku. Xuddi shunday. Bu bilan bir tomon yomon ekan, ikkinchi tomon yaxshi ekan degani emas. Shuni to'g'ri tushunib olishimiz kerak. Shu ma'noda men bu muxolifatchi do'stimizni, birodarimizni bu murojaati ayni dolzarb paytda qilindi deb o'ylayman. Nimaga bunday? Xalqaro miqyosda ham, ichki siyosatda ham, ichki mamlakatimizning ichki ahvolida ham bir hozir burilish nuqtalarida turibmiz. Tashqi dunyoni ko'rib turibsizlar, bilib turibsizlar. O'ta notinch.
u jahon urushi bo'lib ketadi degan vahima bor. Vahima ham emas, o'shanga kelyapti ham. Bu o'sha O'ris-Ukrain urushidan boshlandi va sekin asta bir 45-yildan bu yog'ida nisbatan barqaror bo'lib kelgan tinchlikka rahna tushdi. Bu tinchlik endi yo'qoldi. Endi o'sha 85 yillar mana taxminan tinch yashagan bo'lsa dunyo, nisbatan tinch yashagan bo'lsa, bu o'ziga xos bir tartib qoidalari, o'ziga xos bir qonunlar asosida yashardi. Endi bu katta urush bilan, bu katta janjal bilan va undan keyin mana Isroil G'azoga tajovuzi. Bu faqat G'azoga emas, bu qo'shni davlatlarga ham tajovuzi. Lubnon qolmadi, Eron qolmadi, Suriya qolmadi, Yaman qolmadi, Qatar qolmadi. Mana 5-6 davlat bilan baravariga urush olib borishi endi dunyo miqyosida juda katta bir o'zgarishlar, salbiy o'zgarishlar bo'lish ehtimolini kuchaytirdi. Bu narsa albatta har bir mamlakatda ichki ahvoliga ham ta'sir qiladi. Har tomonlama iqtisodiy ahvoliga ham, kayfiyatiga ham, siyosatiga ham ta'sir qiladi. Shunday bir pallada har kimda bir shaxs o'laroq ham, mamlakat o'laroq ham bir qarshi harakat yuzaga keladi. Bu qarshi harakat albatta birlashish. Birlashish juda ham zarur bo'lib qolgan bir zamonda pallada yashayapmiz. Mana davlatimiz hozir biz nafaqat bizning davlatimiz, shu Turkiston davlatlari 5 ta davlat va bu yoqda Ozarbayjon va Turkiya birlashish yo'lida harakatga tushdimi? Shu 1-2 yil ichida bu narsa juda ham faollashdimi? Mana shu tashqi olamda bo'layotgan hodisalar buni tezlashtirdi. Endi xosatan ichki masalaga o'tadigan bo'lsak, mana muxolifatchilar ham demak bugun yetilib keldi bu fikrga kelish. Bu fikrga kelindi. Birlashaylik, tarqoq bo'lmaylik, bitta g'oya uchun kurashaylik. Bu g'oya nima? Haliga aytgandek, mamlakatni yaxshi, farovon hayotga eltishning mana bu yo'lini taklif qilaylik. Ya'ni to'g'ri deb bilganimiz. Hozir borayotgan yo'limizni tahlil qilaylik. To'g'ri bo'lsa, yaxshilarni olaylik va undan ko'ra afzalini ko'rsataylik degani. Mana shu muxolifatchilar niyati shu. Birinchi iqtidor davrida muxolifat tor-mor etildi. Tagi tugi bilan yo'q qilindi. Holbuki o'sha muxolifat deganimiz bular mamlakatni mustaqilligi uchun kurashgan insonlar edi. Hammalari bir-birlari bilan qanday bo'lishlaridan qat'iy nazar juda katta mehnat qilishdi. O'zlarini orqalaridan xalqni ergashtira olishdi va buni oqibatida o'sha masalan birlik xalq harakati tuzilganida bu birlikni endi mamlakatni poytaxtdagilar ham va chekka viloyatdagi chekka joylardagi hatto tog'ning ustidagi cho'pon ham va dehqon ham birdek qo'llab-quvvatladi. Agar bir e'lon chiqsa, mana bu masalalarni ko'tarib hukumat oldiga qo'ymoqchimiz yoki miting qilmoqchimiz degan bir e'lon chiqsa, o'sha tayog'ini tashlab cho'pon tog'dan tushib keldi. Bu mana hozir YouTube'da imkoniyatlar katta, kovlashtirishlarni chiqadi. O'sha odamlar ham bir juda katta ijtimoiy masalalarni ko'tarib gapira boshladi. Ya'ni ijtimoiy fikr yuksaldi. Oddiy o'sha orolni qutqarish, boshqa ijtimoiy fikrlarning qatorida va undan o'sib siyosiy masala, siyosiy talab qo'ya boshladi xalqimiz. Ya'ni mustaqil bo'lish. Mana bir yil o'tar o'tmasdan birlik xalq harakatidan keyin, 1 yildan keyin Erk partiyasi tuzildi. Erk partiyasi esa siyosiy masalani parlamentga olib chiqadigan darajadagi, endi partiya bo'lgandan shunday, uning vazifasi ham shu. Va siyosiy mustaqillik talab qilindi. Bu 91-yilgi 31-avgustdan 1 yil burun, 1 yil 2 oy burun 90-yil 20-iyunda mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilindi. Bu hatto boshqa respublikalardan ham oldinroq qabul qilindi bizning mamlakatimizda. Shu nimani evaziga? Ana shu boshqacha fikr egalarini ko'tarib chiqqan g'oyalari evaziga va kurash evaziga bo'ldi. Ana shu kurashda qatnashganlar, shu g'oyalarni ko'tarib chiqqanlar, ya'ni bugungi bizni mustaqilligimizni poydevorini qurganlar birinchi iqtidor paytida tor-mor etildi, yo'q qilindi, bitta quvg'in qilindi, surgun qilindi. Bular chekkalarga chiqib ketdi. Va ham jisman u harakat sifatida to'xtab qoldi va jisman bu odamlar ham bir-biridan uzilib qoldi. Buni ustiga endi shaxsiygina adovatlar, kuduratlar
mayda-chuyda gap so'zlar, u gap so'zlarni ham ko'pini asosi bo'lmaydi. Mish-mishlar bo'ladi. Buni qulog'iga yetib borsa, unisidan xafa bo'lib qoladi. Buni qulog'iga yetsa, bunisidan xafa bo'lib qoladi va mana shular oqibatida bu muxolifatni liderlari bo'lgan insonlarning o'zi ham bir-biridan uzilib qoldi. Va bu esa mamlakatni ichiga ta'sir qildi keyin. Mamlakatni ichidagi modam kechagi liderlar bir-biri bilan jiqqamish bo'layotibdi. Endi biz ichkarida nima ham qila olardik degan kayfiyatga tushib qoldi. Natijada ijtimoiy harakat so'ndi. Va keyin buni oqibatida nima bo'ldi? Oqibatida yakka shaxs hokimligi, yakka fikr hukmronligi, bir kishining fikri asosida yurilaydigan bo'lib qoldi. Mana shu yerdan farqini bilib olaylik. Masalan, har qanday inson daho bo'lgan taqdirda ham bu insonlardan ko'ra, ya'ni umum xalq miqyosida boshqacha fikr bo'lishi mumkin. Undan ko'ra afzal, undan ko'ra yaxshi, oson, chiroyli yo'llarni ko'rsatadigan aqllar bo'lishi mumkin. Va uni ham maqsadi shu mamlakatning rivoji va bularning ham maqsadi mamlakatning rivoji. Ammo qaysi biri afzal bo'lsa, uni tanlash xalqning ixtiyori bo'ladi. Shuning uchun buni oddiy, tabiiy bir holat va birlashishga bo'lgan harakat esa juda ham muhim. Biz ona aytdik-ku, qanchalik tarqoq bo'lsa chekkadagilar, ichkaridagilar shunchalik ularni yo'lboshchisiz endi. Yo'lboshchisiz bo'lgandan keyin battar tarqoq bo'ladi yoki kimga quloq solishni bilmaydi, boshqa qilmaydi. Bugun kechagi kun emas, bugun fikr hurriyati bor albatta. Ancha-muncha bor. Masalan, hozirgi iqtidor oldingi iqtidorga qaraganda, nisbatan olganda ham tashqi siyosatda, ham ichki siyosatda ochiq siyosat yurityapti. Hamma uni solishtirib ko'rsa bo'ladi. Bugungi ijtimoiy tarmoqlarda kuzatgan odam o'zi shuncha gaplar aytilyapti, uncha nohaqliklar, haqsizliklar ichiga yutib ketilmayapti. Xalq aytayapti buni dardini va erishyapti ham. Bir haqsizlikka uchrasa, sudga murojaat qilsa, bir ishlar hal bo'lyapti. Qiyinchilik bilan, ammo lekin bo'lyapti baribir. Bu degani nima degani? Mana shu ochiq siyosatni mevasi degani. Shu mana shunday bir pallada, ya'ni har tomonlama vaziyat shunday bo'ldiki, bugun endi o'sha sobiq muxolifatchilar birlashishga chaqiriq bo'ldi. Albatta, endi ular keksa deyapmiz mana. Hamma yoshi katta, keksa. Bugun yana o'sha eski harakatni qila olmasligi mumkin. Shuning uchun Jahongir Muhammad yaxshi bir gap aytdiki, bu ishni endi yoshlar qilinglar, sizlar qilinglar. Bizning davrimizda bizga yo'l ko'rsatuvchilar yo'q edi. Ana endi sizlarga mana shu keksa muxolifat hech bo'lmasa birlashsa, bir-biri bilan maslahatlashib tursa va sizlarga qimmatli yo'l yo'riqlarni, maslahatlarni ko'rsatishga biz tayyormiz degandek juda bosiq vazmin fikr aytdi. Shu ma'noda buni qo'llashga arziydi. Men bugun o'zimni muxolifatchi demayman. Ammo bu degani meni boshqacha fikri yo'q degani emas. Albatta, bir inson sifatida meni ham o'z qarashlarim bor. Birinchi iqtidorni hamma siyosatiga ham qo'shilganim yo'q albatta. Jahongir Muhammadni va boshqalarni bugun mana gapirishayotgan gaplari o'sha birlashish yo'lidagi xatti harakatlarini men qo'llab-quvvatlayman. Men ham qo'shilaman bu fikrlarga va qo'limizdan kelganicha xalqimizga, vatanimizga, kelajagimizga, davlatimizga xizmat qilishga tayyorman.